Shuning uchun xonadon ko'rsatdim, u sotilib ketyapti. Ulgurmagani uchun yana ham zo'r lokatsiyadan xonadon topib qo'ydim. Shuna kirishingiz bilan koridordan shuna o'ngga yursangiz, chiroylikkina yotoqxona. Yotoqxonaning eng qiziq joyi balkonigacha bor. Yotoqxonangiz to'g'risida siz uchun sanuzel qilib qo'yilgan. Sanuzelni ham chiroylikkina qilib remont qilib qo'yilgan ekan. Sanuzelni yongi narsadan yana bitta koridordan shunday o'tishingizga oshxona. Bu yerda kommunalkalardan umuman muammo yo'q. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi bor. Namanganning eng zo'r kommunalkasi joylashgan joylardan bittasi. Bu yoqda esa ikkita katta xona. Bittasi mehmonxona qilib olasiz. Mehmonxonani eng qiziq joyi balkonlargacha bor ekan. Mehmonxonani ro'parasi sizga yana bitta bolalar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. Aynan shu xonadonni Namanganning eng zo'r lokatsiyasidan joylashgan bu xonadonni, xonalari ham katta bo'lgan xonadonni 45 ming, 44 ming atrofida sotishyapti qo'shnilar ham. Aynan Inamarka Namanganni kuzatuvchilar uchun bitta like bosib qo'ying-da. 41.800 ga topib qo'ydim. Xonadonni manzilini so'raganlar uchun eshitib turasiz. Xonadonni manzilini so'raganlar uchun Namangan viloyati Turinchi kichkinoqiya Makron ro'parasida Lady Food Shopgan yoki Bobur oshxonasidan chiqib kelishda prezident o'tishingiz bilan shuni chap qo'ldagi birinchi uy 26-xonadon.